yerga chiqarsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Ikkinchi marta amin deyishligining sababi nima bo'ldi? Bitta yoki ikkala ota-onasi tirik turgan bir farzand. Shular tiriklik davrida ularni duolarini olib, jannatni o'ziga lozim, vojib qilib olmagan farzandni burni yerga ishqalsin. Amin deng dedi Nabiy Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam amin dedilar. Uchinchi amin deyishligining sababi Ramazon oyi kelsa-yu, Ramazon oyini barakotidan foydalanib, ibodat bilan shug'ullanib, o'zini gunohlarini ketkizib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan odam xor bo'lsin, burni yerga ishqalsin, amin deng dedi Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar, amin dedilar. Mana shunday bir barakotli, birodarlar, barakotli muborak oyda turibmiz. Qadriga yetaylik. Qayoqdan bilasiz? Ehtimol